Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Atnagov Ruslan Rafailovich. Ruslan aka. Toshkentda kvartirada turasizmi, ijarada yoki o'zingizdami? Shu yerdagi propiska, o'zi kvartira hozir sotib oldi, meniki rodственник. Men hozir kvartirada turaman. Kvartirada turasiz. Necha pulga turasiz kvartiraga? 20 ming bir kun. Bir kunga 20 ming turasiz, to'g'rimi? Sharoitlar yaxshimi? Hammasi yaxshi. Agar imkoniyatsiz bo'lganda Toshkent shahrining qayeridan necha pulga uy olgan bo'lardingiz? Hozir yuraman, ozgina baklashka topaman, instrument olish kerak. Hammasi instrument sotib olaman. Dokument yaxshi qilaman. Ishga kiraman. Instrument kerak. Instrumentlar kerak sizga. Instrument olganingizdan keyin ishga kirasiz, to'g'rimi? Qanaqa ish, nima ish qilasiz keyin? Santexnik, elektrik, газоэлектросварщик и Костоправ avtomobillar. Telefon nomeringiz bormi? Qoldiramiz videoning tagiga. Sizga odamlar telefon qiladi agar kimga elektrik. Telefon bor. Hozir sim karta. Sim karta yo'q. Sim karta yo'q. Bo'ldi, yaxshi. Unda sim karta olganingizdan keyin mana shu videoni chiqaramiz. Nomeringizni qo'yib qo'yamiz. Sizga aloqaga chiqadi odamlar.